pasportimi yo'qmi? Qayerda qoldi bu Sherzod yarim kechasi? Onam xavotirlanadi deb ham o'ylamaydi-ya. Hozir endi kim bilan qayerda yurganini bilmasam, ko'zimga uyqu keladimi? Ulg'aygani sari eplab bo'lmay qolyapti. Hali ikkinchisi ham 3-4 yilda akasini yoshiga yetsa, bu ikkisi qanday tomoshalar ko'rsatadi? Birgina Xudoga ayon. Men bo'lsa, bu yoqda hali ham kechmasdir. Baxtimni toparman deb xayol qilaman. Qiziq. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men tuman ichki ishlar bo'limidan telefon qilyapman. Familiyam Jabborov. Sherzod sizning o'g'lingizmi? Nima deysiz? Familiyam Jabborov. Ichki ishlardanman. Abdullayev Sherzodning onasimisiz? Ha, onasiman. Tinchlikmi? Tezda ichki ishlar bo'limiga yetib keling. Voy. Tushuntiribroq gapiring, nima bo'ldi o'zi? Kelganingizda gaplashamiz. Manzilimizni bilasiz-a? Ha, bilaman. Yaxshi, kutaman bo'lmasam. Pasportingizni olish ham esingizdan chiqmasin. Bo'ldi, xo'p, hozir boraman. Xo'p.